Tezkor xabari ertaga ayrim joylarda ob-havo keskin o'zgarishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor va so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet ertaga kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, kechasi va ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati kechasi 20-22 daraja, kunduzi 27-29 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, kechasi va ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, kechasi va ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 15-20 daraja issiq bo'ladi.